Va barchaga salom qadrli obunachilar. Sizlar bilan MCJ hamda yangi videomizga xush kelibsiz. Bugundan biz oddiy o'quvchi hayotini boshlaymiz. Demak, hozir men maktabga borishim kerak. Hozir mana shu yo'ldan chiqamiz, maktabga ketdik. Qadrli obunachilar, necha yil deganda MCJ kanalida yangi video chiqyapti. Shuning uchun umid qilamanki, siz bizning mehnatimizdan like bosib, obuna bo'lib va do'stlaringizga ulashgan holda qo'llab-quvvatlaysiz. Shu bilan biz yo'lda davom etamiz va yangi videolar chiqishda to'xtamaymiz. Qani endi maktabga ketsak ham bo'ladi. Har doimgidek kech boryapman va formani ham unutibman. Kech qolmadim deb umid qilaman. Uy, kechirdim. Assalomu alaykum. Va nihoyat ulgurdim. Uxlab qolibman-ku. Qani hamma? Mencha hamma ketib bo'lgan ko'rinadi. Men uxlab qolibman yana. Bo'pti, hech qisi yo'q. Endi uyga keta qolsam bo'ladi. Negadir juda ham boshim yorilib ketyapti. Maktab juda ham zerkali bo'lib ketyapti. Bugun ham oddiy maktabga boraman. Mayli. Tak, kiramiz. Nimaga qo'rqib yuribdi? Serafina. Bu MCJ ko'rinishingga bir qaram, maktabning husnini buzib turibsan. Tushunmadim. To'xta MCJ. Senga oxirgi marta ogohlantirish bergandim. Qoida bu qoida bolakay. Forma yo'q, kirish ham yo'q. Uyingga borib kiyimingni almashtir. Aks holda hibsga olinasan. Tushunmadim. Oddiygina bu nima qilibdi? U ham formasiz yuribdi-yu. Ha, mayli, bo'pti unda. Uyga borib o'zim forma topib kiyib kelaman, xudoyim. Bo'ldi, qadrli obunachilar, mana meni yangi formam. Umid qilamanki, sizga yoqdi. Mana shu formada maktabga borsam, endi aniq kirgizishlari kerak bo'lar. Agar shunda ham kirgizishmasa, tushunmayman nimaga unaqa qilishayotganini. Forma nima daxli bor o'qishga, xudoyim. Bo'pti, mana kiyinib keldim. Kech qoldim. Tashqariga ko'tarilamiz. Endi senga nima bor axir? Jek, Qaranglar kim kelib qolibdi. Kiyinish tartibini unutib qo'yibsan deb eshitdim. yo'qol Jek, usiz ham kech qolyapman. Qayerga ham kech qolarding? Darsdan keyin ko'rishamiz. Qo'rqib qochib ketma yana. Tushunarli. Xudoyim, bosh og'rib qoldi hammasi. Yo'q, xudoyim, nima bo'ladi? Qochib ketmoqchimiding? Yo'q. Biz shunchaki gaplashib olmoqchimiz. Bu yoqqa ket. Gap yo'q menda. Qochishni ham o'ylab ko'rma. Qani hozir Meni qo'yib yuboringlar, la'natlar, jin ursin. oddiy gaplashib olmoqchiman. Otimdan qolinglar, jin ursin. Yaramasizlar. O'g'ayni, uzoq qochib keta olmaysan hech qayoqqa. Shunchaki to'xta. Kechagi ishing uchun javob berishing kerak sen hali. Nimaga qochmoqchisan? Kechagi ish nima qilibman kecha? No, ahmoq. Tomga ham chiqamanmi? Mayli, nima qilaman? Buzoqni yugurgani somonxonagacha o'g'ayni. Endi qayerga qochmoqchisan? To'xta tushding. Kechagi ishlaring uchun javob beradigan vaqt keldi. Nimaga uni haqorat qilding? Chunki hammangiz bir to'da ahmoqsizlar. Shunaqa degani, mana senga ahmoqlik. Nima qilganing bo'ldi? Men qayerdaman? Nima, men o'ldimmi? Yo'q. O'lganga o'xshamayapman. Atrof-muhitga qara. Qanchalik chiroyli. Kimdirni topib ko'rishimiz kerak. Qayerdaman o'zi? Daraxtlar hamma yo'q. Juda ham oddiy hayotdan boshqacha farq qiladi, xudoyim. Bu yerda kimlar bor? Nima? Tansoqchi Elyara? Kim bo'ldi bular? Hozir gaplashib ko'raylik. Ortga, sen tashqi ko'rinishing o'zgacha va hech qanday ma'nosidek ko'rinasan. Nima? Qanaqa ma'no? Darhol qayerda ekanligingni va kimligingni ayt. Yokida sen Ogriya cho'llaridan kelgan josusmisan? Men Sibiriyadanman. O'zim ham bilmayman qanaqa qilib kelib qoldim bu yerga. Gapingga ishonmadim. Soqchilar uni hibsga oling. Uni ko'zlarida la'natlangan bo'shlik bor. Nega kerak men hibsga olish shart emas? Senga ishonishni xohlayman. Umid qilamanki, josus emassan. Albatta josus emasman. Ko'p gapirma, oldimga tush. Ey,
Yana qochib ketishni o'ylab ham ko'rma. Qayoqqa ham borardim? Qayerlarga kelib qoldimi? Yo'q, qanaqa Odamlar. Ah, mana bu qurol bo'lsa kerak. josusmiki? Jeffrey va yana qurol bilan gaplashishga majburmiz. Hozir nima bo'lishini birga bilib olamiz. Jeffrey demak, Jimlik saqlansin. Sen quyosh taxti oldida turajaksan va bizga anomaliya olib kelguvchisan. men hech qanday dushman emasman. Men hech qanday dushman emasman deymiz. Senda na ma'na, na qobiliyat bor. Biroq shunda ham sendan mavhumlik sezilyapti. Qanaqa ma'na? Yo'q, qanaqa ma'na berib ko'rdik oldin. Men oddiy o'quvchiman va bu yerga qanday qilib kelganimni o'zim ham bilmayman. Seni sinovdan o'tkazishim lozim. Garchi o'zing xavf keltirmasang-da shubhalisan. Tushunmadim. Qanaqa sinovdan o'tkazmoqchi endi bu? Yo'q, do'yim. Ushbu tayoqchaga qara. Agar hozir bu ko'karsa, sen odamsan. Agar qoraysa, sen g'ayritabiiysan. Yo xudoyim, sen jodugarsan. Hali terakonlarga binoan seni yo'qotishimiz kerak. Ota, to'xtang. Uning ko'zlarida maxluqni emas, yo'qolib qolgan kimnidir ko'ryapman. Umidingni yo'qotma. Yulduzlar seni bu yerga besabab olib kelishmagan. Xavfsiz bo'lishingga va'da beraman. Qani, oldimga tushdiga. Endi kuning bitdi. Baribir ham seni yo'q qilishadi bu yerda. Yaxshisiz boya o'ldirib qo'yishgan yaxshi edi. Aha, Juda juda ham. yoqma. urmasdan gapir. Va menga gap qaytarma. Gap qaytarmayapman. Urmasdan gapiringlar. Men bu yerga o'zim bilmagan holda tushib qoldim. Yana qamoqqa nimaga tiqasizlar? Men sizlar o'ylayotgan kimsa emasman. Shunchaki ajoyib. Oldin hibsga olishdi, endi zindon band qilishdi. Keyin nima bo'ladi? Mayli. Bittasi tukurma shu bilan gaplashib ko'raylikchi. Yangimisan? Qo'rqma, aslida bu yerni kalamushlarda muloyimroq, soqchilardan farqli. Aha, demak soqchilardan ko'ra kalamushlar shunaqa deydi. Xo'p, bu yerda variantlar. Menga farqi yo'q, sen kimsan? Kelinglar, darrov buzuq gapirmasdan oldin kimligini so'raymiz. Babram endi biz bilan qanaqadir xonadosh-ku. Sen kimsan? Meni Kayl deb chaqira qol. Soqchilar tutashayotganini ko'rgan holda aytishim mumkinki, sen yaxshigina muhim yoki juda xavfli kimsasan. Aybiri og'ayni. Rostdan ham bizning personajimiz juda ham g'alati odamlarga yoqmayapti. Bu yerda faqat bitta javob bor ekan. O'zim ham shubhalanib boshlamoqdaman. Qadrli obunachilar, birinchi qismga menimcha shu yerda to'xtasak bo'ladi. Keyingi qism chiqish uchun albatta bizni like va kommentlar bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga videoni ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. MCJ qaytdi, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.